Assalomu alaykum, men Kamila Sultanova, 19 yillik tajribaga ega oilaviy amaliy psixologman va bugungi eng dolzarb mavzulardan bittasi farzandimni telefondan qutqarish. Ko'pchilik eng oiladagi hozir muammolarga, hattoki er-xotin orasida ziddiyatligi sabab bo'layotgan, bolam telefonga qaram bo'lib qolgan, kunini faqat telefonda o'tkazadi, nima qilsam telefondan qaytarib olishim mumkin degan savol bilan murojaat qilishadi. Sizga birinchi tavsiyani bermoqchiman. Farzandingizni telefondan qutqarmoqchi, ya'ni undan uzmoqchi bo'lsangiz, telefonda o'tkazgan vaqtini boshqa narsa bilan to'ldirishni o'ylab qo'yishingiz kerak. Shunchaki telefonda o'tirma, bo'ldi deb qo'lidan uni olib qo'yib, yana uni o'z holida bekor qoldirganingiz bilan farzandingiz qayta yana telefonga qaramligi ko'payishi mumkin. Va ikkinchi muhimi, o'sha to'ldirmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni to'ldirmoqchi bo'lgan omilingiz siz o'zingiz bo'lishingiz kerak. Bu degani farzandingiz bilan ko'proq vaqt o'tkazishingiz, muloqot qilishingiz, uni qiziqishlari bilan uni eshitishni o'rganishingiz kerak. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi turmush tarzi, hayotni kundalik ro'zg'or nimalari, o'zini ishingizdagi, munosabatdagi, oiladagi tashvishlar bilan farzandlarini eshitmaydi. Ishoning, farzandingiz maktabdan kelgandan keyin birpasgina bo'lsa ham sizga gapirib berishi siz uchun umuman qiziq emas. Maktabda nima bo'lgani, qaysi o'rtog'i nima sovg'a qilgani, darsda qanaqa javob bergani, kim kech qolgani sizga umuman qiziqmas bo'lishi mumkin. Lekin mana shu vaqtda siz farzandingizni eshitmasangiz, katta hayotda katta narsalarni sizga gapirmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun telefondan vaqt ajratganingizda bolangiz bilan suhbat qilishni o'rganing. Masalan, bir payt choy damlayda farzandlaringizga o'rtaga taklif qiling. Kichkinagina shokolad oling yoki pechenye oling, kelinglar birga gaplashamiz deb 1 soat vaqtingizni faqatgina farzandlarni eshitishga. Hammasi har xil narsa haqida gapirsin, bir-biridan shikoyat qilsin, bir-biridan noroziligini ko'rsatsin. Xuddi shularni eshitish orqali o'rnini to'ldirasiz. Va lekin telefondan butunlay uzib qo'yishni xayolingizdan chiqaring. Chunki buni iloji yo'q. Masalan, qaysidir farzandlar, ota-onalar farzandiga faqatgina knopkali telefon olib beradi yoki umuman telefon olib bermaydi. Endi men shaxsan, bu meni subyektiv fikrim, bu narsaga to'liq qo'llab-quvvatlamayman, chunki farzand jamiyatga chiqqanda, ijtimoiy hayotda, maktabda o'zini o'rtoqlarini oldida o'zini kamsitilgan his qilishi uni samotsenkasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun shu o'rinda telefondan to'g'ri foydalanishni, uni diqqat e'tiborsiz, uni qarovsiz qoldirmaslikni tavsiya qilaman. Masalan, farzandingiz nima platformalarda o'tiribdi, nima videolar ko'radi, qanaqa o'yinlar o'ynaydi, kim bilan nimalar haqida gaplashadi, albatta bu nazorat ostida bo'lishi kerak. Faqat yana nazorat, bolani xabari bo'lmasdan Telegramini to'g'ridan-to'g'ri o'zingizga ulab olib, uni ko'rishni tavsiya qilmayman. Bu unda ishonchsizlik tuyg'usini uyg'otadi. Bolaga siz ishonganingizni ko'rsatib, lekin uni nazorat qilib turishingiz kerak. Shunda bola sizga ochiq bo'ladi. Masalan, telefonni tekshirib turish mumkin, faqat buni undan yashirincha holda emas. O'zini oldingizda olib turib, bolam, nima o'yinlar o'ynayapsan, kelibdi ko'ring, qanaqa telefonlarni ishlatyapsan deb so'rab turishingiz kerak. Shundagina bola sizga ham ishonadi, ham o'zi ochiq bo'ladi va xato qilishlariga yo'l qo'yib bering. Faqatgina bu xatolar keskin uni hayotiga ta'sir qiladigan. Masalan, men endi mutaxassis sifatida juda ham noma'qul, yomon Telegram kanallar, botlar, YouTubelar, videolar borligidan xabarim bor. Ana o'shalarni ko'rmasligiga taqiq qilasiz, lekin kichkinagina xatolarga, qanaqadir kamchiliklari bo'lib qolsa, nimadirlarni gaplashgan bo'lsa, kimgadir nimadir hissiyotini ko'rsatgan bo'lsa, unga qattiq taqiq qo'ymasdan, shunchaki chiroyli, to'g'ri yo'nalish berishingizni tavsiya qilardim. Endi telefondan faqatgina zarar tegadi emas, buni bilamizki, telefondan to'g'ri foydalanish ham mumkin. Masalan, ilovalar orqali o'yinlar o'ynash, interaktiv orqali fikrlarini kengaytirish, har xil o'yinlar bor, detektiv o'yinlar bor, farzandingizni dunyoqarashini kengaytiradigan, mantiqini shakllantirib beradigan o'yinlar orqali uni to'g'ri shakllantirishingiz mumkin. Shu orada faqatgina bitta tavsiyam, haqiqiy kitoblarni o'qishni, kuniga uni ham birdaniga ko'p qilmasdan. Ota-onalarning xatosi, kitob o'qigin deyishadi va o'zi kitob o'qimaydi, o'zi umuman qo'liga kitob olishga vaqti bo'lmaydi, o'zi doim telefonda o'tiradi. Shaxsan men farzandlarimni kitob o'qishga chaqirganimda, meni ham yosh bolam bor, "Ke birga o'qiymiz" deyman va men o'zimni kitobimni, farzandim o'zini kitobini o'qiydi va bu uzoq bo'lmasligi kerak. Farzandingiz siz bilan birga, ya'ni sizni harakatlaringizni ko'proq takrorlaydi va sizni kitob o'qiyotganingizni ko'rsangiz,
birga ko'radi. Va telefondan foydalanganda ham men o'zim ko'rsatamanki, farzandlarimga men shunchaki telefonda ijtimoiy tarmoqlarda bekor vaqt o'tkazmasdan o'zim uchun kerak bo'lgan axborotlarni o'qiyotganim. Chunki haqiqatdan ijtimoiy tarmoqda hozir axborotlar ko'p-ku. Sun'iy intellekt deymizmi, YouTube platformasi deymizmi, ma'lumotlarga ega bo'lish imkoni bor. Va o'shanda ham farzandingizni yoningizga o'tkazib, unga ham to'g'ri ilovalar orqali telefondan to'g'ri foydalanishda, masalan, Testbot platformasini sizga tavsiya qila olaman. Birga kirib o'tirib, siz telefonda ma'lumot o'rganasiz, bolangiz o'zini bilimini oshiradi. Mantiqiy fikrlashni, matematikani, til o'rganishni telefon orqali qilsa, bolaga ham o'zini kamsitilgan his qilmaslikka, ham o'zini zamonaviy, hamma bilan tengdoshdek va shu bilan birga bilimini oshirayotgan hissini berishingiz kerak. Chunki yana aytaman, telefon faqat zarar emas, undan to'g'ri foydalanishni bilsangiz, u farzandingizni rivojlantiradigan bitta manba hisoblanadi. Agar hozir sizga aytib bergan tavsiyamda Testbot platformasi sizni qiziqtirgan bo'lsa, hozir ayni siz mana shu videoni ko'rib turgan kuzatuvchilarimizda chegirmani qo'lga kiritish uchun pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.